Azizlarim, bu uyni ko'rgani ham, olgani ham shoshib qolinglar. Yaxshilab joylashib olinglar, yaxshilab joylashib olinglarda mana bu uyni tomosha qilinglar. Mana shunaqa uylar Rossiyada orttirish nasib qilsin. Dacha qilib, xo'jalik qilib, orttirish vatandan uzilmagan holda. Shahardagi arzongina uy, hamma shart-sharoiti bor. Gaz, suv uyni ichida. Shaharda ichidagi mana shu tinchgina ko'cha, mana yonimizda kollej, tabiat manzarani qaranglar. Nariroqda maktab, Loktin shaharchasi bo'ladi. Mana shu 16 sotik yer, uy esa mana shu. Haqiqatan sokin, tinch va sokin shaharcha hudud. Kanalimni qo'llab oringlar endi. Bittadan like bosib, choyni damlanglar. Mana bu olmani qaranglar. Hovliga kirishda chiroyli qizil olma. Bugun 8-oktyabr. Tashqarida 20 gradus. Shunday mazza ob-havo. Mana bu setka, mana darvozadan kiryapmiz. Mana setkadan nariyoq qo'shnimniki. Setkadan bu yog'i bizniki. Ana, gazni ko'ryapsizlarmi? Uyga o'tkazilgan gaz. Va to'rida garaj. Ko'cha tarafdan garajga kirish darvozasi bor. Mana shu hovli. Tavsiya qiladigan uy, boshdan aytib qo'ying. Shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar dedim. Mana gaz, mana plastik derazachalar. Eski uy albatta. Eski uy. Narxiga yarasha, lekin ozoda. O'zi ham ozodagina. Mana endi kirib keldikda, mana bu uyga ventilyatsiya ham bor. Ko'ryapsizlarmi trubani? Va kirgandan mana bundaqa uyga ikkita kirish bor ekan, mana bu asosiy kirishi. Hovlidan kirgandan. Va orqa tarafda ham bor. Hozir aylanib o'tamiz. Uydan boshlaylik esa mana. Mana kirgandan olmazorlar, ana ko'cha va mana endi uyga kirish. Rahmonrohim deb. Mana zinapoyadan taxminan 60 santimetrlar ko'tarildikda mana shunaqa kircha tep-tekis. Shunday yashab turgan joyidan sotyapti. Mana bunaqa koridor deylik, veranda qismi deylik. Soddagina qishloqcha. Mana to'g'ri. Mana bu o'ng tomonga eshik, mana bu hovliga chiqishi. Keyin yerdan chiqamiz. Hozir mana bu yerdan kirdik, mana bu eshikdan kirdikda. Mana bu eshikdan esa hovliga chiqib ketamiz. Hozir mana to'g'ri verandani mana bunaqa kattagina nima deydi? Подсобный verandani davomida mana shunaqa maydachida qo'ygan. Kattagina maydon ekan. Eshikni yopamizda. Mana endi uyda mana asosiy qismiga kirsak. Bismillahirrohmanirrohim deb aytib qo'yayin, patolog baland emas. Taxminan 2 metrlar. Baland mana chap qo'limizda. Mana bunaqa podolcha pastakkina mayda chuda saqlagani. Sveti ham bor. Ixchamgina uy. Mana bu endi oshxona deymizda, kuxnya qismi. Mana xolodilnik bor, qanchadir mana sovetskiy mebel bor. Mana bu yerda mana o'ng tomonda mana suv, uyda ichida suv. Mana pechka. Mana plita, gaz. Gaz tabiiy uyga o'tkazilgan ko'rdilar. Mana gaz. Mana gaz trubasi. Kerak bo'lsa atapleniyani qilib olsizlar gazdan. Bizda hozir yigitlar ustak-ku. Mana to'g'riga kirsak, mana shunaqa uycha. Fayzli uycha. Tuyulishi fayzli. Pechkani yoqsangiz va pishishi dahshat bo'ladi. Mana bundaqa qanchadir mebel bor, tozagina divan. Mana kartinalar, mana bunaqa stol.
3 ta deraza. Bu xonada polda linoleum. Mana bunaqa shkaf, kreslo. Xullas shunday kirasiz da yashayverasiz. Mana boya o'ng tomondagi boya kuxnya. Bu tomonga ham qaragan. Endi keyingi xonaga kirsak, mana bunaqa pullar. Pullarni biroz remont qilsa bo'ladi. Mana bu xonada stol, divan va kechirasizlar kreslo. Mana bular kim? Qani o'ylab topinglarchi. O'ylab topinglarchi, mana shu ikkalasi kim bo'ladi? Topganga 5 baho qo'yamiz. Izohlarini yozib qoldiringlar, taniganlaring. Pul aligida, mana ko'ringlar o'zlaring ko'zlaring bilan. Tekis endi nima deydi? Shu biror narsa tashlab, gilam tashlab yashasa bo'ladi. O'nqirga nima deydi? Qimirlagani yo'q. Mustahkam turishi mustahkam, lekin biroz haligi nima deydi? Sal xullas gilam tashlab, linoleum tekisda olsa bo'ladi. Endi kaprimont qilmaysiz-ku bu eski uyda. Mana shunday kirib yashagani ozodagina, yaxshigina uy. Qishloqcha uy. Mana bu yerda endi mana boya mana bu yerdan kirdikda, mana pechkadagi, kuxnyadagi pechka mana bu tomonga chiqqan. Mana bu yerda ham yotog'i bor, lijankasi bor. Mana bu yer endi mana shunaqa bo'lakda bu. Mana shunaqa bir bo'lak xonachada. Endi mana shunaqa bo'lib qolganda, mana to'rida mana shunaqa tualet bo'lib qolgan endi. Mana shunday tualet tozagina. Kanalizatsiya, markaziy kanalizatsiya ketadi. Bu yerda hovlingizga oqadigan emas. Markaziy kanalizatsiya. Mana slivnoy bachok hammasi bor, suv bor. Markaziy kanalizatsiya chiqib ketadi hammasi ko'chaga qarab. Endi yaxshigina tualet uyda ichida. Mana eshigini sal mustahkam qilish kerak-da, izolyatsiya qilish kerak ekan. Bo'ldi. Uyda ichida. Yozda ko'chadagi tualet bor, ko'chaga chiqaverasiz. Qishda esa mana sovqatmayin desangiz, mana uyda ichidagi tualetga boraverasiz. Xullas, menga yoqyapti bu uy. Yana takrorlayman, tavsiya beradigan uy. Mana kuxnyani kesib o'tib, mana verandaga chiqdikda, mana bu yerdan kirib kelgandim. Endi hovliga o'tamiz. Mana hovliga, ikkinchi eshik bilan mana hovliga chiqamiz. Mana hovli. Mana hovli, mana osmon. Mana shunday chiqsak, mana chap tomonda o'tin. Hamma narsa chiroyligina taxlanib qo'ygan, hammasi mana qaranglar. Mana o'ng tomonda mana bunaqa yozgi oshxonacha. Mana tomga chiqish narvonchasi. Mana tom. Mana o'ng tomonda yozgi oshxonacha deymiz. Mana kirib, mana bu yerda mana haqiqiy yozgida. Mana yotgani ham joy bor, mana o'tirib dam olgani ham joy bor. Mana usti shifer. Mana yozgi oshxona ham xonacha deylik, yozgi xonacha. Xohlasangiz shu choyingizni damlab damingizni olasiz. Mana bu yerda endi eshik ochsak, mana bunaqa bir saraycha. Mana bunaqa saraycha. Ustaxona deysizmi? Ustaxona deylik. Ustaxona. Mana bu eshik ham hovliga chiqadi. Mana shu eshik bilan mana qarang, mana yerdan olib chiqib tushdikda hovliga. Mana o'ng tomonda oshxona edi, mana bu masterskoy, mana bu kichkina molxonacha. Bu yerga bitta sigir ketsa kerak-da, buzog'ini olib ko'rsataman. Mana bu eshikni esa hozir hovliga chiqsangiz bo'ladi yana. Mana shunda mana bu molxonachaga kirsak, mana shunaqa maydoncha. Mana shunaqa maydoncha. Taxminan 3 metrga 3 metr bo'lsa, bitta sigir bilan bitta buzoq sig'sa kerak. Endi mana bu uydan shuni tushganimizda mana chap tomonga o'tsak, mana bu yerda yana o'tin taxlangan, polga g'isht terilgan. O'ng tomonda yana mana bunaqa qishloq xo'jalik instrumentlari. Mana o'tinni rosa bosgan ekan. Gaz bo'lsa ham mana o'tinni bosib tashlabdi. Xo'sh. Mana hovlim davom etyapti. Mana hovli. Mana ko'cha. Ko'chani ko'rib turibsizlar. Mana ko'cha. Mana mashinalar o'tyapti. Mana uyni hovlidan ko'rinishi. Mana hovlidan ko'rinishi.
Mana bu issiqxona. Birinchi issiqxona. Mana ichi. Mana shunaqa issiqxona. Mana ikkinchisi. Mana buni qaranglar. Shunday hozirda o'zi ekin qilib pomidor ham hali teriladi hali mana 5-6 kilo pomidori bor. Xo'sh, endi mana bu sasna. Mana bu esa garaj. Bir chekkadan boshlaylik. Mana bu yo'l edimi? Mana uy, mana yo'l. Mana bu esa boya ko'chadan ko'rsatgandim garaj deb. Mana bu hovlisidan kirish. Garaj lekin nomiga garaj qurilgan, lekin garaj qilib ishlatilmagan, chunki mana toza bir charchab qolgan buni polni tekislab bularga betonmi qilish kerakda. Garaj holi bor, lekin mana tomi bor, devorlari bor. Mana bu esa darvoza. Boya ko'chadan aytgandim. Mana shu orqa tarafdan kirgani yo'l bor. Mana shu hovli bo'ladi, garaj bo'ladi. Xo'sh. Endi mana yana akurat mana bu yerda yonboshda yana bir o'tinxona. Haqiqatan o'tinda haligi zapasli ekan bu qarang. Bu yerda ham bir mashina o'tin terib qo'ygan. Mana bu yerda yana bitta anamdaqa ustaxonacha mana. Tiski ham bor. Mana kichkinagina ustaxonacha. Uydagi hamma narsa qoladi. Mana shu turish. Shunday kirib yashagani uy shaharda. Shaharda deganlaring bo'lsa, mana quduqda suv bor. Bu hovlida mana qaranglar. O'tinni ko'p bu boylikda menimcha. O'zbekistonda boylik bo'ladi-da bu. Mana bu esa kollej bilan bu uyning o'rtasida mana bu bo'sh yer bor. Aytgan esimdan chiqdi mana. Mana bu yerdan garajga kirish ana. Yo'ldan mana bu yerlar bo'sh ekan. Bo'sh ekan, qo'shib olgani imkoniyati bor deyapti. Faras etyapsizlarmi? Kelishib qo'shib olgan imkoniyati bor. Lekin men va'da bermayman. Kerak bo'lsa, men harakat qilib ko'raman. Mana bu hammom. Mana bu ixchamgina, ozodagina hammom. Hozir kiramiz ichkariga. Bismillahirrohmanirrohim deb. Pastakkina hammomcha. Mana bunday ozodagina shipirib tozagina qo'ygan. Mana topkasi. Men bo'yim 1.80, biroz egilib turibman. Shu hammomda pastroq qilganda ilgari odamlar shu ruslar shu hammomda bo'yini baland qilgan. Issiq bo'lsin deganlarmi? Mana eshikchada asosiy qismida tozagina. Bu yerda esa bo'yin barobar. Mana chap tomonda pechka, suv, puli ajoyib. Mana bochka suvga yaxshigina hammom. Shunday kirasizda hidi ham haqli hammomni banni hid, svejiy. Haligi eski hidlar yo'qda. Yaqinda kvartiraga ko'chgan qariyalar. Mana hovliga chiqdi. Endi men aylantirayin sizlarni. Mana bu hovli bo'ladi. Mana bu hovli yerda qarang. Yer unumdor yer. Shunday ko'rinib turibdi-da. Unumdor. Takrorlayman. Bugun 8-oktyabr +20. +20. Bu osmonni qarang. Bu osmonni qaranglar. Bu tabiatni ko'ringlar bu manzarani. Mana chegara, mana bu malina qatorasiga devor yo'q, qo'shni bilan devor yo'q. Mana bu malina chegara. Ana shu chegara bo'ladi, hovli chegarasi. Endi ana orqaga chiqish degandim-ku boya. Uy oldi hovlichasi edi mana bu, ichkaridan uyimiz chiqqanimizdan. Mana shu uy oldi hovlichasidan mana bu огород tarafga chiqishda. Mana bu eshik. Boya ichkaridan ko'rsatgandim, tikka. Mana bu plashatkada basseyn turgan, nevaralarning katta mana basseyn turgan. Mana hovli. Mana mevali daraxtlar.
Ana endi boya kirgan joyimga qaytyapman. Mana yana qarang, mana malinani haligacha mevasi ham qolgan ekan. Mana boya mana shu yerdan kirib kelgan edim. Ana shu darvozadan kelib, uyni mana shu yerdan kirib borgan edim. Mana bu yerda it ham bo'lgan, hozir yo'q. Yana bir marta iltimos qilaman. Yangi kirgan bo'lsangiz kanalimga obuna bo'linglar. YouTube'da kanal ochganman. O'tib qo'llab olinglar u yerda ham. Telegramga a'zo bo'linglar. Minnatdor bo'laman xizmatlaringizdan. Hammalaringga uy, yer, ferma ham topib beraman. Rossiyani xohlagan joyidan xohlagan uylaringizni topib beraman. Agar mana shu shaharlardan atrofini olsalaring, mana shuni olsalaring, Veliki Lukigacha 60 kilometr. Bu shaharda vokzal bor, katta vokzal bor. Sankt-Peterburgga shunday o'tirasida har kuni poyezd qatnaydi. Har kuni Sankt-Peterburgga poyezd qatnaydi. Avtotrassa ham Sankt-Peterburg, Veliki Luki, Sankt-Peterburg, Minsk avtotrassasining ustida joylashgan Lokna shaharchasi. Shunday shaharda ichidan kesib o'tadi trassa. Maktab, kollejlar, administratsiya, boya ko'rdilaring, gaz, markaziy suv, kanalizatsiya hamma narsa bor. Veliki Luki boya aytib o'tdim, 60 kilometr. Yonlaringda bo'laman, yelkadoshman. Yuridik nimaki masalalar bo'lsa, doim aloqada bo'lib qo'llab turaman azizlarim. Xo'sh. 850 ming rubl dollarga o'tkazib olinglar. Meni o'tkazgan ham vaqtim bo'lmadi. 850 ming rubl shaharda ichidagi hamma sharoiti bor uy mana shu. Shunday kelasizda yashaydigan uy. 850 ming rubl. Dollarda ana oshib ketsa 9,5 ming bo'ladimi? Hammalarni yaxshi ko'rmangizlar. Ko'rishguncha.